Ketdik. Be likely to bo'lish ehtimolligi katta. Endi nimadir bo'lish kutilmoqda. Nimadir bo'lishi mumkin. Ehtimolligi yuqori. Be likely to'dan keyin verb keladi. Fe'l oddiy shakli keladi. Xo'p, qoidasi biror bir voqea yoki harakatni sodir bo'lish ehtimolligi yuqori ekanligini bildirish uchun. Sodir bo'lish ehtimolligi yuqori ekanligini bildirish uchun. Misol uchun, formulasi qanday? Subject plus be emizar degani yoki was ver degani yoki will be shall be bo'lishi mumkin. Likely to oddiy verb bo'lishi kerak. Fe'lga mana bunaqa qilib mayda inglar fe'lga idlar bir-birlar slar qo'shib o'tirmanglar. Fe'lni o'zi lug'atdagi fe'l keladi bo'ldi. Lug'atdagi fe'lni orasida qo'yasizlar bo'ldi. Xo'p, oddiy gapdan boshlaymiz, keyin pastda else gaplari bor. Oddiy gaplar nima? He is likely to get a promotion this year. Bu yili lavozimga ko'tarilish ehtimolligi bor. Yoki u to'g'ri tarjima qilish qaraylik. Gapni ochdim. U bu yili shu lavozim ko'tarilish ehtimolligi katta, ehtimolligi bor. Is likely to. Mana grammatikamiz. Target way. Keyingisi, this team is likely to win the match. Jamoa o'yinda g'alaba qozonish ehtimolligi katta. Misol uchun, jamoa o'yinda g'alaba qozonish win ehtimolligi yuqori. Is likely to. Xuddi shunday keladi. Tarjima orqadan kelasizlar. Gapni egani olib. Keyingisi, she is likely to become a successful doctor. U muvaffaqiyatli shifokor bo'lishi kutilmoqda. Bo'lish ehtimolligi bor. U muvaffaqiyatli doktor bo'lish ehtimolligi bor. Is likely to. Faqat is likely to bilan gap tuzyapman. Faqat is likely to degani emas. Are kelishi mumkin. Yoki xuddi shunga o'xshagan olmashsa kelishi mumkin. Was were kelishi mumkin-da. Projects bo'lsa, nima keladi? Mana bu yerda are keladi. Xuddi mana shunday. Xo'p, endi IELTS gaplarini ko'ramiz. Mana are qanday kelyapti. IELTS gaplari, xo'p, many people, ko'plab odamlar are likely to get remotely in the future. Xo'p, kelajakda, mana in the future'da ko'plab odamlar masofadan ishlash kutilmoqda. Are likely to work kerakda oddiy. Ko'plab odamlar kelajakda masofadan ishlash kutilmoqda. Yes, children are likely to learn faster when they enjoy the subject. Bolalar fanni yoqtirsalar tezroq o'rganishadi, katta ehtimol bilan. Yes, mana bu endi gapni ko'rib chiqamiz. Are likely to qaranglar. Bolalar tezroq o'rganish ehtimolligi bor, qachonki ular fanni yoqtirsa. Shunday. Qolgan gaplarni o'qib qo'yasizlar.